Obunachilar, hozir bu kirmoqda. Men kirgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Mana obunachilar kirdi. Biz esa hozir sizlarga muhabbatli ko'rsataman. Bu Creeper'niki. Juda mazza. Men sizlarga buni hammasini ko'rsata olmayman. Shuning uchun hozir sizlarga kichkina qisqa uylardan ham ko'rsatib beraman. Keyin obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Maylimi? Buni bir do'stim uchun chiqaryapman. U Minecraft o'rtamagani uchun. Mana hozir sizlarga uylar qancha ko'pligini ko'rsataman. Mana juda ko'p. Men mana shunaqalar bor hozir. Sal keraklirog'ini aniq olayim. Bo'ldi, mana shular kerak. Birinchi sizlarga uy modini ko'rsatib o'tmoqchiman. Chunki bu juda ham zo'r bo'ladi. Mana bu yerda qo'yasizlar. Sizlarga to'g'rini bitta bosasizlar. Shunda o'zi quriladi. Mana juda ham zo'r uy. Yoqqan bo'lsa bitta like. Men sizlarga buni ichidan ko'rsata olmayman. O'z ichidan paydo bo'laman, lekin men sizlarga bu obzor qila olmayman. Agar obzor qilishimni istasalaring, keyingi videoda menga 1000 ta obunachilar mayli. Bu keyingi uyimiz. Mana bu ham juda katta. Qurildi o'zi. Juda ham katta. Agar buni surib oldim desalaring, juda ham kayf olib yuborasizlar. Mana shaderga ham gap yo'qmi? Keyingi buni shunday bosamiz, qochish kerak-da bosib. Bosildimi bu? Hozir sizlarga qisqacha ko'rsatyapman-da. Bu ham juda zo'r. Bu survival'dagi sizga bu yasalishi ham bor, lekin bu mazzada, bu kayf qilib yuborasiz. Tezroq qurib ko'rsating agar video 10 daqiqadan cho'zilib ketmasin. Chunki YouTube'ga raqam tasdiqlash kerak bo'ladi. Shunga men sizlarga davom tezroq qilyapman. Agar bu uylar obzor qilishimni istasangiz, bu vaqt juda ham katta bannasi ham bor. Mazza. Hozir buni ichidan paydo qilamizda. Qotyapti juda. Biz chiqamiz, chunki biz hozir uylarni obzor qilamiz. Shuning uchun tez qilyapman. Juda ham zo'rda bu kayf. Mana men Steve'man, qarab turman. Juda ham zo'r uylar. Men tezroq bo'lishim kerak. Kam bo'lsa ham sizlarga ko'rsatib o'tsam, mazza qilinglar bir kayf qilsalaring. Men sizlardan 5 narsa so'rayman. Oddiy like va obuna, podpiska. Mana yana Steve ichida juda ham zo'r, konditsionerlari ham bor. Bu uylarni obzor qilishimni istasalaring, menga 1000 ta obunachi yig'ib beringlar. Shunda men sizlarga bu uylarni obzor qilaman. Har bittasini bittadan video. Chunki men agar 1 soatlik video olsam, bu menga tasdiqlash kerak bo'ladi. Mana hozir o'zi 4,5 daqiqa bo'ldi. Mana shuni ham tekshirib bering. O'zi bir marta bosgandan keyin nima bo'lmas ekanda. Juda ham ana ichidagi Steve'man men. Bu laboratoriya. Juda ham mazza bu. Bu uylarni hozir men mana shu ikkita obzor qilaman.
kanallardan chichini obzor qilsam yetadi. Bir 10 daqiqa bo'ladi, mayli. Chunki bu uylar obzor mesela oxirida kitobchasini ham ko'rsatib beraman. Juda ham zo'r uylarda bular. Mana endi buni quramiz. Bosib qo'ygandan keyin qochish kerak. Bitta bo'lsa bo'ldi. Mana suvda qaranglar, juda ham zo'rligina. Bu sheylar juda ham zo'r sheydir. Men qaytaman. Ujib 6 daqiqa ketyapti. Bu video yashashni istasangiz obuna va like. Bu kanalimdagi birinchi tutorial video bo'lsa kerak. Ana qayerga o'sib ham bo'lar ekan. Qishi zo'r uy bo'lar. Shu uylarda yashashni istasalar obuna bo'linglar. Obuna bo'linglar. Men sizlarga aytib turmasam, sizlar hech qachon obuna bo'lmaysizlar. Chiqamiz. Hozir bizga mana bularni bitta ko'rsatgan. Mana shular. Mana shu 3 dan ko'rsatib bera olaman aka, mana shu. Nima bo'ladi? Qotdi faho. Bilesiz nima ekan bu? Creeper hamma biladi buni. Portlashini. Suvda qaranglar, bunaqa zo'rligi. Bunaqa suv juda ham zo'rda. Tez qurishim kerak. Men nima qilib o'tiribman? Bu xato ketdi. Bittamas. Mana. O'zi quroldi. 7 daqiqa ketyapti. Muhimi sizlar obuna bo'linglar. Bu uylarni obzor qilish uchun. Mana shu bitta uyni obzor qilaman, bu video tugaydi. Oxirida sizlarga qo'llanmasini ham ko'rsatib o'taman. Boshqa uylarni esa obzor qilishim bosib qo'ydim, boraman. Hozir mana buni uyni bosib qo'yibman. Qaytarishda bo'lsamiz, chunki buni juda ham zo'r uylar bor. Agar bu uylarni obzor qilishimni istasangiz obuna bo'ling. Men sizlarga qanchadan beri aytsam ham obuna bo'lmaysizlar. Men sizlarga hozir bular kitobini ko'rsatdim. Kitobini mana kitobi qayerdadir bular. Bu portal uchun. Mana shu ikkitani olib bir marta sanaymiz. Hozir uyni topamiz. Kecharasilar o'zi sal girib qolgan ham, qishda endi hamma girib bo'ladi-da. Endi bularga kitobini topolmadim. Yomon eshitdaman. Mana ishda ekan. Nima? Bularni ham sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Nima bu? Yomon zo'r ekan bu uylarga qurgani. Texnologiya. Ko'rsaning ajoyibi. Endi bu sizlarga uylarni crafti, bu kitobdi. Mana uydan Instagram sahifalarini ko'rsatmoqda. Uylarni bu uy mashina qurar ekan. Sizlarga portalni ko'rsatmadim. Men shunaqa insonsizman-da. Bitta paydo bo'ldi. Shuni oldiga boraman. Mana shu yaxshi zo'r ekan, lekin bitta otasi potlaydi. Ishladi.
hozir sizlarga ko'rsatayin. Masalan, buni men mana mashq qilyaptim deylik. Bittadan 2 marta foydalansam ekan. Keyin buni mashq qilyaptim. Endi bitta sakraymiz. Bu bir qadam ana bo'lishi kerak. Bu ishlar bunday sakrash kerak xolos. Bo'ldi obunachilar. Video tugadi.